Bugün mana hozir 7-aprel. Hozir nonushtani qildik. Soat endi 3 soat farqimiz bor. Mana shu yotgan joyimizdan chiqib, mana olyapman. Orqa tomon dengiz. Mana hamma lejalar qo'yib qo'yishgan. Shu atrofda dam olishib, cho'milib. Mana shu ko'rinish holati. Hali odamlar dengizga shoshilgani yo'q, jicha havo. Soat ko'tariladi, soat 10larda hamma boradi. Mana shu holati. Mana holati. Mana shu yerda yotgan joylarimiz mana. Mana shu domlar yotadigan joylarimiz. Bunaqadan endi battar bir 43 gektar joy qilingan. Bu shextiki ekan. Shexga qarashli joy ekan. Mana basseynlar mana. Basseyndan agar shunday pastga tushsangiz, o'sha dengiz. Mana dengiz. Dengiz. Balalar endi bir-biridan go'zal hamma yo'q. Qayerqa yursangiz ko'z quvonadi xullas. Mana shu basseynlarda ham razmerlar yozib qo'ygan. 1.20, 1.40, 1.5 metr, 80 santimetr hammasi razmerlar yozilgan. Bolalar borsangiz, o'sha razmerga qarab tushaverasiz. Asos kattalar endi nayada, kattalar cho'miladi-yu. Kechpay cho'milishadi, kunduz cho'milishadi. Hamma yoqqa lejalar qo'yib qo'yilgan. Chiqib yonboshlayotib tomosha qilaverar ekansiz. Mayli, endi obeddan keyin o pastdan yarimta olib yana qaytaramiz.